hayotda ko'p voqea mudoibalar, niyating yo'ldoshing derlar, har ko'yga solar. Nuroniylar deyishar yaxshidan boqqonlar. Yugur dedim mi senga? Yugur dedim mi? Yosh bolaga o'xshab orqasidan yurgan, uyalmaysanmi? Ya yugurmasam bo'lmaydi-da, Fazliddin. Nima bo'lmaydi? Nevaram shunaqa. Uyda ham shu. Ovqatingni ich bolam desa, oldin bobom ichsin, keyin ichaman deydi. Doringni ich desa ham oldin bobom ichsin, keyin men ichaman deydi. Maktabingga bor desa, bobom ham borsin, bo'lmasa bormayman deydi. Ertaga Toshkentga musobaqaga borish kerak. Musobaqaga ham bobom bormasa bormayman deb o'tiribdi. Ertaga uylangandan keyin bo'lsa, unga ichiga kirib qoladi, endi yosh bolada tushunmaydi. ha, O'shanga mana ertaga Toshkentga musobaqaga borish kerak. bor qo'shilib, bor bo'lmasa. Endi men sizlar bormasalaring bormayman-da. Boraman, men boraman. Jibatirtir. Yeshimchaga qo'shimcha bo'lib, qo'shilaversan. Ya to'xta, men qarab boraylik, xo'p deb aylanib kelamiz. Hey, yutsa yana bitta kamar oladi, bilasanmi? Kamarda shu Toshkentga borib olguncha o'zimiz Juma bozordan olsin. Juma bozorining kamar emas, boz ko'rsataman senga. Qaningga. Mana. Bu kamar mana Malayziyaga borganda jang o'tkazib yutib olib kelgan. Ertaga yutsa yana kamar oladi. Buni olish uchun necha marta jang qilgan? Ya endi ko'p mashg'ulot qilib, ko'p musobaqada qatnashgan, lekin mana oxirida katta bitta jangda qatnashib, yutib mana shuni oldi mana. Va undan menga 40 ta kamar berish kerak ekanda. Ha. Biz ham jang qilganmiz, kampir bilan. Kampiringa berish kerak. Mana qilib taqib yura. Bo'ldimi? Kelishdikmi? Bo'ldi, boramiz. Bo'lmasa menga qarz berib tur. Puling bo'lmasa uyda o'tir. Yo'q, to'xtanglar. Qo'yimda qo'yingiz. Yo'q, To'xta. Hay, to'xtanglar. Meni hisobimdan. Meni navaram uchun ketyapsizmi? Meni hisobimdan. Bo'ldi, tamom. Bora gang. Kim bo'lsa lo'mni yutasan, Jo'raqul. Boraylik. Bir aylanib kelaylik shu bahonadan. Hali qarasa yotasan, hali qarasa o'tirasan, tur, nonushta qilaylik. Turganimga 15 daqiqa bo'ldi. Jo'raqulam xonasi yo'q, qaqa chiqib ketgan bo'lsa, ertaroq nonushta qilaylik, ertaroq aylanish. Oppa, shu o'z boshimcha jonga tegdi. Tezlash. To'xta, mana uni o'chiraydi. Xona yaxlab, keyin shamollab qolmaylik. To'g'ri. Ne yapsınlar, nasıl olur? Bizi ham chaqirsan bo'lmasmidi? Hop, yavrum, nima qilaman bu? Og'zimdan yeb gapiray. Mazza uxlayotgan ekansizlar ikkoving ham. Bezovta qilmay dedimi, o'zim kelib, choy ichib o'tiribman. Endi kechasi bilan uyqu bo'lmagandan keyin ertalab uxlab qolibsiz-da. Ertaroq uxlasangiz, ertaroq turasiz-da. Qanday ertaroq uxlaysan, ana u navbatchi qiz bilan
Qorovul yigit ikkalasi bir-birini sevadimi, bilmayman. Meni derazamga tanga o'tirib olib, 7:30gacha bir narsalarni pichir-pichir qilib chiqishdi ha. Uyqu bo'lmadi. Derazang tagida pichirlashib, bidirlashgan bo'lsa, konsernerni yoqib, derazani yo'q qo'y. Derazani yopsam hech narsa eshitilmadi-da. Ey, Hamroqul. Birinchidan bittasi qorovul, ikkinchisi navbatchi qiz. Ular shu ertalabgacha uxlab qolmaslik uchun suhbatlashib chiqdi ular. Ha. Yo'q, gap unda emas. Endi baribir yoshlarda ular. Biror bir xato ish qilib qo'yib, bir motor yo'lga kirib ketmasin deb xavotir oldim-da. Sen xavotirlanadigan narsa bo'lmaydigan shekilli. Ana u yigit tuje latta ekan. 3 kundan beri bir xil suhbat, bir xil hangoma. Haligi qiz ozgina sovqatdim men, sog'iyapman desa, yigit yugurib kirib ichkaridan adyol olib chiqib qizni ustiga yopib qo'ydi-da. Ha, bu eshitgan bo'lsa, siz tomosha qilibsiz-da. Tomosha qilganim yo'q. Men ularni kuzatdim. Kuzatish bilan tomosha qilishning farqi bor. Bo'ldi, gapni yig'ishtir. Televizor tomosha qilamiz. Qayer ekan bu, Fazli? Qaysi tog'da bu? Bu Parkent tog'lari bu. Ha. Ancha uzoq bo'lsa kerak, ha? 2 qadam chiqadi. 2 qadam bo'lsa, mashinani shu yerga qo'yib, bir taksi chaqirib, borib bir dam olib kelaylik. Bu boshqa gap, ha. Taksi chaqirib nima qilasizlar? Men o'zim borib kelaman. Bo'ldi bo'lmasa mana. Xudoni yo'limizni o'ng qilganini qara. To'xta-da, kelishaylik. Nech pul? 500 ming bersalaringiz olib borib kelaman. 500 ming? 2 qadamga ya? Nima sening bir qadaming 250 mingmi? 2 qadam emas, uzoq joy. Menga qara. Agar o'zimiz boradigan bo'lsak 2 qadam. Sen olib boradigan bo'lsang uzoq bo'lib ketar ekan-da. Bormasalaringiz o'zlaringiz bilasizlar, shaharda taksi qilsam ham yaxshi pul topaman. Menga qara uka, sen mana bu mehmonxonada yashab, shaharda taksilik qilasanmi? Ha. Sening dastingdan men shaharda yurib bo'lmay qoldi. Mana shaharga kirish uchun Zangida tumanidan to Toshkent shahriga kirguncha 1 soat 40 minut yurdik ko'chada. Probka hamma yoq. Shunga bir latifa kelib qoldi-da. Yangimi? Yangi. Yangi bo'lsa. Bittasi qurilishda ishlayotgan ekanda, qo'lidan g'isht tushib ketibdi. Bittasini boshiga tushib, ana bechora o'lib qopti. Ay, voy dod hammasi. Nima bo'ldi? Kim edi u desa, taksisi edi debdi. Voy desa, haligi tepada turgan quruvchi, shu taksichilarning ko'pligidan g'isht tashishga joy ham qolmadi degan ekan. Bo'lgan-ku bu. Ey, sen hamchi ana Latif aytadi-ku, Abdurahmon Sodiqov. O'shani o'zi bo'lsan qopsan. Qanaqasiga? U ham shu eski latifalarda yangisi bor deb gapiradi-da. Bu eshitganimga 15 yil bo'lyapti meni. Eski emas bu, yangi latifa. Sen eshitgan latifada haligi g'isht qo'shiqchini boshiga tushishi kerak edi. Meni latifamda taksichini boshiga tushyapti. Yangi bu. Qara ya. Demak, bo'lmasa sen ijod qilibsan-da. Albatta. Qara ya. Endi nima qilay? Biz ham shaharga o'ynab kulgan kelmaymiz-ku otaxonlar. Qishlog'imda taksichilik qilay desam, yo'lda 4 ta qo'shnim turgan bo'ladi. Ularni mashinaga o'tqizaman. Yetib borgandan keyin 1000 so'm, 2000 so'm uzatadi. Qo'yavering desam, tushib ketaveradi shunday. Shuni ham bermaydi. Shaharda yaxshi, odamlar bir-birini tanimaydi. Shu joyiga ham bitta latifa kelib qoldi. Yangisi. O'zim ham eshitmaganman. Bir o'zbek bilan bir xitoylik Eyfel minorasi bor-ku, Parijda. O'shani ustida o'tirib olib suhbatlashayotgan ekanda, xitoylikdan so'rabdi o'zbek. Sizlarni ko'pchilik deyshadi, necha kishilar desa, 1,5 milliardmiz debdi Xitoy. Keyin o'zlari necha kishilar desa, o'zbek biz 35 millionmiz debdi. Desa Xitoy, unda hammalaring bir-birlaring tanisalaring kerak degan ekan. Yangimi shu? Yangi? Ha? Sen hozir yana menga Abdurahmon Sodiqovni eslatding. Qanaqasiga? U ham shu Abdulla Akbarovning eski narsalarni yangi latifa deb aytib yuradi-da. Zo'r odam ekansizlar. O'zim olib borib kelaman.
Berganlaringizni olaveraman. Berganimizni olaverasanmi? Albatta oladi-da, ye. O tirikchilik uchun hamma narsaga tayyorman deyapti-yu. Bo'pti, sizlar choy-poylaringni ichaveringlar, men tayyorgarlikni ko'ray. Ha, ayolda? Nimalar tortishasan? Nimalar tortishasan? Bilmayman nimalar deydi, ruschalarni gapirib oladi. Xo'p, sen nima deding hozir? Ha, nima dedim? Ashol dedim. Ha? Yoshing 60 dan o'tib 70 ga ketyapti. Nevarali bir, ha? Ko'p ko'rgan bir, yoshi ulug' inson bo'lib turib. Gapirgan gapingni qara. Ayol kishi bo'lsa. Ayol kishiga ham shunday gapiradimi? Ha? Ha, men tushunmasam. Tushunmasang nima qilasan gapirib? Ayol kishiga ham pashol deydimi? Pashla deydi. Pashla. Boshla, ketdik. Ketdingmi? Assalomu alaykum, amaki. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Mashinamizning balonining dami chiqib ketdi-da. Iltimos buvajonlar. Yordam berib yuboringizlar, iltimos, amakilar. Mehmonmisizlar? Qizimni olib keluvdim. Imtihoni bor. Kelajakda qo'shiqchi bo'lmoqchi, xudo xolasa, amakijonlar. Ye, ismi nima bu qizni? Angsaxon. Ay barakalla. Qani bitta qo'shiq aytib bersin qani? Bir qo'shig'im bor. Aytaymi takror. Dilga yoqimli lolalari bor, tamohan emas. Lazgi emas u. Bir bor tinglasang, yurak etan shu bir qo'shig'im bor. Ey, yashasin. Barak, ustozing kim? Ayajonim. Oyijonisi bo'lsa, oyijonisidan bitta eshitaylik. Zora Jo'raqulning ko'ngil kamtiklari to'lib qolsa. Rahmat. Menga nima bo'ldi? Yurakkinam o'ldi. Endi kulgun ustimdan ko'ngling to'lsa bo'ldi. Alamlar ezdi. Dilimda nolalar kezdi. Yomonlar yonimda kezdi. Muhabbatni qo'y. Jo'raqul, Ha, qo'shiq senga bag'ishlandi. ha. Qani, g'ildirayt almashtir. Tushundim. Bo'ldi hozir. Zapaskangiz bormi? Zapaska? Sizlar meni kim deb o'ylayapsizlar? G'ildirak aytyapmiz biz. Ha, shunaqami? Bilmayman, shu yerda orqasini ochsin, shu yerda bir narsalar bor. Haliyam men katta yordam qildim. Gap yo'q. Bo'lmasa ulgurmasdilaring. Rahmat senga, rahmat. Ana qizim, ishing bitdi. Ana qizalog'im, dadajoningni aytib chiq. Mashinamiz soz bo'ldi. Endi ketamiz. Xo'p bo'ladi, jon. Nima? Toza, havon tozaligini ko'ryapsanmi? Havon toza. Nafas olib to'ymaysan. Jo'raqul. Ha. Ertalab ham ovqatni shirinligini qara. Yeb to'ymaysan kishi deb hammasini yeb qo'yding. Havoni ham hammasini so'rib qo'yib, bizga ham qolsin. Burningni yopdi. Nimaga? Burningni yop. Mana. Og'zingdan nafas ol, ko'p nafas olyapsan.
Og'izda qo'polak-ku. Jo'raqul, Ha. xafa bo'lma-ku jo'ra, lekin haqiqatdan nafsing yomon-da. Mana bu gapini qara. Ey, meni oshqozonim yaxshi ishlaydi-da, Hamra. Hamma insonda ham qaysidir bir a'zo yaxshi ishlash kerak. To'g'ri. Kimda oshqozon, kimda miya, shunaqa. Meni miyam ham zo'r ishlaydi. Ha. Qo'y, bo'lmagan gaping. Nima bo'lmagan gap? Menga qara, Hamroqul. Savol berib sinab ko'rdi. Senga savol. Venera Yerdan qancha masofa tepada joylashgan? Ya savoling qursin. 21 metr. Qanaqasiga? 7-chi etaj turadi-ku. Har bir etajni hisoblasang 3 metrdan 21 metr bo'ladimi? Ahmoq. U sayyora. Ey Hamroqul. Ha deb Jo'raqulni qo'yaverma. Jo'raqul to'g'ri aytayapti. Sayyora u 9-qavatda turadi, chap tomondagi xonalikda. Qori o'qimaganlar. O'zimga mos bir davrani topib gaplashib o'tiraman. Bari. Menga qara, ey Hamroqul. Yur Jo'raqul. Yur bir. Tepaga chiqaylik, tepaga. Vah. Ey. Zo'r joylagan ey. Qorong chiqib ketdi. Bir nima aytmaymizmi bunday? Nafas olding-ku, to'ymadingmi? Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading Jo'raqul. O nafasi. Oshqozonga bir nima kirish kerak-ku. Hamra. Bizdan olib kelishga olib kelding. Ayt bir nima, ye? Hozir. Xo'sh. Qizim. Bu yoqqa qarab ol. Assalomu alaykum bobojonlar. Va alaykum assalom. Nima buyurasizlar? Nima taomlar bor qizim? Dumg'aza sho'rva, tandir, yaxna, qizilcha, qozon kabob, vag'uri, cho'pchitma. Uncha narsa yeyolmaymiz, Uncha narsa yeydigan yo'q senga. Shular ichidan nima yeysizlar, tanlanglar deyapti. Xudo. Go'shtsiz nima bor qizim? Qiyma shashlik bor. Nima hayron bo'lasan? Qiyma go'shtni qiymalagandan keyin u qiyma bo'ladi. Go'sht deyilmaydi u. Shoshmay tur qizim. Bo'lmasam bizga 2 ta non, 2 ta pomidorni yaxshilab bodring bilan aralashtirib, piyozlar to'g'rab, olib kel. Salat. Ko'k choy. Achchiqqina bo'lsin. Quruq choyni sal ko'proq soling. Momangizga tiliday bo'lsin. Maslahatlashib aytamiz qolganini. Mana bobojon, siz aytgandek achchiqqina choy. Nima buyurasizlar? Qozon kabob. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi? 45 minutda. Ha, yaxshi. Oho, 45 minut. Qorong'i tushib ketdi-ku, ertaroq ketaylik. Achchig'ini olib qo'y. Hali kuni yorug'. Ha? Olamni munavvarligini qarang. Men xiralashib qoldi deb mashinada lampochkasini 3 marta almashtiribman. Shoshma qizim. Shoshma qizim. Ovqatni boshlamasdan oshpaz bilan chaqirib bir qarab olsin. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Oshpaz so'radinglarmi? Va alaykum assalom. Senmi qozon kabob pishiradigan? Ha. Nima go'shtdan pishiryapsan? Nima go'shtdan qilay? Qo'chqor go'sht bo'lsin, qo'chqor go'sht. Biz doim qo'chqorga yeb yurgan odamlarmiz biz. Qo'chqor semiz bo'lsa-da, mazada, ha? Boshida 2 ta shoxi bo'lsa, ha? Degan bo'lmasin. Xo'pmi? Beti to'la sepkil bo'lsin iloji bo'lsa. Juni olingan bo'lsin. Mazada qora qo'chqor bo'lsa. Avvalo qo'chqor halol so'yilgan bo'lsin. O'zimiz shu yerda so'yamiz. Undan keyin bir haftada 2 marta cho'milgan qo'chqor bo'lsin. Go'shtida hid bo'lmaydi-da. Keyin uning ustiga mana bu tog'larda yurgan giyohlarni terib yegan bo'lsin. Mazada. 5-dan u qo'chqor yosh bo'lsin. Bilasanmi? Yosh qo'chqor nima deyiladi? Shirvoz deyiladi, shirvoz. Bor. Bir narsa so'rasam maylimi amaki? Nima? O'sha qo'chqor qon gruppasi nechi bo'lsin? Bor, pishir.
Yaxshi pishiribdi-a. Ha. Yumshoqqina bo'pti. Endi bu qo'y go'sht choy ko'taradi-da. Hamro. Bu qon gruppaga bog'liqda. Menimcha birinchi qon gruppa. Qo'chqar. Pas. Ya. Navara. Alo. Ha? Yutding? Chempion? Ana. Chempion. G'olib bo'ptimi? Bo'lmasam ziyofatni shaharda davom ettiramiz. Qolgani shaharda. Ketdi. Ay. Tinmay tinchlik bo'lsin. Alloh. Yuringlar qar. Gap yo'q. Endiki so'z mahallamiz oqsoqoli Fazlin boboga. Hurmatli ota-onalar, hurmatli musobaqa qatnashchilari. Mana bizning qishlog'imizda bo'lajak chempionlari. Biz nevarlarimiz bilan birga faxrlandik. Chunki o'zimiz ham birga Toshkentga shularni musobaqasini ko'rishga bordik. Ularning ichida Hamroqulni nevarasi Azamjon kamar oldi. Azamjon, ke o'g'lim. Yo'q, birinchi bobom taqsin. Kim? Bobom. Ana, Hamroqul. Mana, bo'yningga. Yo'q, buni ham bobom taqsin. Hop, bu ham bobongami? Mana. Fazli Hamroqul arziydi shu mukofotga. Nimaga? Nevarasi bilan tengma-teng yugurdi-da. To'g'ri. Ishar yaxshidan boqqanlar, bor bo'lsin yaxshi damlar, yaxshi